Bugungi videoda Kiki Tanini sinab ko'ramiz va video oxirida 9 koinga arziydimi yo'qmi bilib olasizlar. Shuning uchun like bosib videoni oxirigacha ko'ring. Qani hozir bunga o'zim avtomatik tarzda ruchnoy qildim, kuchaytirdim. Qani endi buni divizionda sinab ko'ramiz. Mana diviziondagi statistikam deyarli 2 millionmanda, deyarli 2 million. Qani endi hozir matchga go qilamiz. Undan oldin men sizlar bilan Phil Fodenni o'ynatib ko'rmoqchiman. Phil Foden. Qani Phil Foden. Phil Foden hamda Dan Burunni o'ynatib ko'rmoqchiman. Phil Fodenni davaychi buni o'rniga qo'yib bunday qilamiz va Dan Burunni o'ynatib ko'rmoqchiman. Dan Burun juda yoqadi menga, to'g'risi dahshat kalla qo'ygan. Dan Burun. O'tgan video ko'rgan bo'lsanglar, o'shanga men shu potimlarga open pack qilganman. Halicha gameplay qilmadim, chunki halicha uncha like yig'ilgani yo'q. Hozirgi like'ini bilmadim, uncha like yig'ilgani yo'q halicha. Qani endi divizionda raqib srazu reski topildi. Qani go endi matchga. Birinchi navbatda raqibni akkauntini ko'raveramiz. Raqibimiz ham 3-diviziondan, o'zim ham 3-diviziondanman. Aytgancha bugun Marquinhos'ni ham gameplaysini qilamiz. Marquinhos bilasizlar freega berdi mana. Chotki turibdi. Kiki Tanini ham, Phil Fodenni ham, Marquinhos'ni ham, Dan Burunni ham statistikasi dahshat turibdi. Va raqibimizning akkaunti chotki Oliver Kahn 103li. Bernardoni olibdi, Osimhenni tushiribdi. Bu Figosi ham bor ekan, значит, kallaga o'ynaydi bu. Dokuni bu yerdan tushiribdi. Burak Yilmazni olibdi. Dahshat ekan. Qani endi matchga go deb qolamiz. Videoni umuman deyarli kesmasdan qo'yishga harakat qilaman. Chunki kessa qandaydir moment o'tib ketib qoladi yoki qandaydir xavfli moment bo'lsa qo'yilmay ketadi. Obunachilarimiz esa xafa bo'lib qolishlari mumkin. Raqib nimadirga qilmoqchi, qanaqadir taktikalar qilmoqchi. Dokuni sirab ko'rsa ham bo'lardi. Doku ham yaxshilab his qilardi. Kimni qo'ymoqda hozir? Burak Yilmazni qo'ymoqda, chunki qarali bizlar himoyachilarimiz dahshat bo'yga ega. Qanotimizga ikkita defensive fullback, build up, destroyer, Archestrater, Beckham, Phil Foden, Eden Hazard. Qarochi shunday ketaveradi. Kikitaniya bilan Dembele ham dahshat duo bo'lib qoladi degan bittaman. Bugun shu aytib o'tgan futbolchilarimni ko'proq o'ynatishga harakat qilaman. Ulardan ko'proq Kikitanyani o'ynatishga harakat qilib ko'raman. O'yinga ham kirmoqda hozircha. Menimcha yaxshi o'yin bo'lib o'tadi, chunki raqibimiz ham o'zimiz bilan teng darajada. Mana o'yin boshlandi. Raqibimiz Galatasaray, biz esa Milan. Afsonaviy Milan klubimiz. O'yinni shaxsan o'zim boshlab berar ekanman. Qani Kikitani bilan Gvardiola boshladik. Dan Burun qanaqadir pas bera olmaydi, chunki bo'yi vobshe og'ir futbolchi. Qani boshla. Xato. Avo Cannavaro bor. Gvardiola Azarga mana Kikitani Rudigerga qarshi. Rudigerni old kartasi. Kikitani aldab o'tdi. Dan Burun Abaroneda aytgancha esidan chiqdi. Rodri'dan olib qo'ydi. Ko'p bordi. Dan Burun yaxshi. Phil Foden.
yaxshi Phil Foden. O'yin qotyapti qandaydir, internet yaxshi ishlamayapti. Cannavaro, Markish, o'yinni qotishini qaranglar-da. O'yin juda qotyapti, juda qotyapti. Yaxshi ishlasa, yaxshi gameplay, yaxshi obzor bo'ladi. Lekin qanaqadir yaxshi ishlamayapti. Cannavaro. Julkunde yiqitdi, to'g'ri. Yo'q, bunaqa bileti ketmaydi do'stlar. Burak Yilmazdan bunaqa bileti ketmaydi. Varatarimiz Jordan Pickford juda ishonchli varatar. Juda ishonchli. Hozir endi shtraf bo'ldi demoqchiman. Sara bergandir. Qani Kikitani izlaymiz. Kikitaniga nice. Maksimal grafikaga qo'yganim uchun balki qotayotgandir. Bilasizlar, maksimal grafika uncha yaxshi ishlamay. Azar Kikitani baribir отвягивающий ekanda bilinib qolmoqda. Oliver Kahn. Yaxshi save. Dembura yo'q. Marquinhos yaxshi, Dembura, Azarda Gvardiolaga o'yin juda qotmoqda. Juda. Ya, mana. O'zlaringiz guvohsizlar. Phil Fodendan super pas. Super pas Phil Fodendan. Beckham'dagi bu Azar. Chota o'tmayapti. Ispan edi. O'yinchilar gameplay bu. Yaxshi davis bo'lmadi. David Beckham. Super gol. Har doimgidek shu David Beckham va videolarimga gol uradi. Super gol uradi. Juda uzoqladi har tipi. To'g'ri, hozir o'yinchimiz bilan gol urmadik, lekin Guardiola yo'q, Rays. O'y, berlardi o'tkazib yubordi Cannavaro. Super. Kikitani. Pastni qaranglar Kikitanidan. Voy, pastni qaranglar, pastni. Hozir Dembeleni golini qo'yinglar. Kikitanining pasi juda zo'r chiqdi Kikitani. Pre-assist, masalan, IELTS bo'lsa, pre-IELTS bo'ladi-ku. Shu pre-assist bo'ldi hozir Kikitanidan. Super dahshat pas. O'zi bu fenomenal finishing skill bilan chiqibdi, lekin momentum dribling bilan chiqadigan futbolchi ekan. Mana hozir ko'rsatib ketaman driblingini, ko'rsatman sizlarga. To'g'ri, va ruchni kuchaytirgan va driblingidan sal juda ko'p olgan va driblingidan mana. Realizatsiya, skor, sila udarga bergan va yaxshi. Hozircha faqatgina Markinsdan uncha ko'nglim to'lmayapti, to'g'ri. Markins bir-ikki perefatlar qildi, lekin juda ham zo'r o'ynamayapti. Phil Foden juda super pas. Dembura Lewandowskini o'tirg'izib qo'ydi desa ham bo'ladi. Phil Foden super pas. Ay, Beckham bunaqa pas o'tmaydi. Phil Foden yo'q. Blok qo'yishdi. Yana Phil Foden. Laycha qilib yuribdi Phil Foden. Ay, Guardiola. O'tib ketdi. Cannavaro. Juda dahshat. Ay?
Dvd bo'ldi, tushunmay qoldim. To'g'risi o'zimdan xato. Va Figodan yana Cannavaro yaxshi Marquinhosga o'tkazib yubordi. Demburondan ham tezlikni ko'ramiz. Yo'q tezlikni. Demburondan super pas. Kikitani uradimi? Golazo. Demburon nimalar qilmoqda? Pas ko'rdinglarmi? Demburondan yangi futbolchi. Abarona. Judayam og'ir futbolchilar shunaqa pas. Demburon qanaqa chiroyli. FIFAdanga juda ko'p to'p tushmayapti shuning uchun. Bugun xuddi Cannavaro bilan Beckhamni obzor bo'layotganda. Phil Foden. Bittasini aldodik, ikkinchisini aldolmadik to'g'ri. Bu Marquinhosda Demburonda Guardiolaga Azardan Suxoy yutmoqchiman. Demburon chotki. Guardiola Cannavaro yana. Cannavaro emas, bu Cannavaro. Yaxshi Marquinhos. Qarab Fodengami Beckham chichivordi. Yana Cannavaro. Beckhamdan Foden yutib chiqmoqda. Foden super pas. Kiki. Tani urolmadi, to'g'ri, urolmadi. Voy, Rudiger. To'g'ri, Kikitani hozir kechirib yubordim, lekin Fodendan super pas. Nimalar bo'lmoqda? Demburon. Yana Foden super pas bermoqchi. Yana Kikitani. Yo'q. O'xshamadi. Video yoqqan bo'lsa like bosinglar va bu futbolchini olmanglar demoqchiman. 500 coinga arziydigan futbolchi bu.